Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Videoni boshlashdan oldin sizlarga Telegramdagi rasmiy kanalimizni eslatib o'taman. Qo'rqinchli voqealar uz Telegram kanali sizlarga sifatli qo'rqinchli audio hikoyalarni, yozma mistik hikoyalarni va dahshatli video va filmlarni taqdim etib boradi. Hamda YouTube kanalimizga joylab borilayotgan animatsion hikoyalar haqida batafsil ma'lumotni berib boradi. Telegram kanalimiz manzilini kommentariyada va video opisaniyasida qoldiramiz. Va yana bir narsa, YouTube kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni aslo unutmang. Agarda siz qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, kanalimizga joylab borilayotgan videolarni eng birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Zero siz uchun arzimagan bo'lgan bu ish bizni yanada ko'proq ijod qilishga undaydi. Murda to'g'ri menga tikilib turardi. Shu payt boshqalari ham ko'zlarini ocha boshlashdi. Ular mening shu yerdaligimni bilib turishardi. Orqaga tisarila boshladim. Nimagadir qoqilib yiqildim va allaqanday qora ko'lmak ustiga tushdim. O'rnimdan turishga urindim, lekin uddalay olmadim. Juda sirpanchiq edi. Qo'l-oyoqlarim beton ustida sirpanardi. Bir amallab orqaga emaklab devorga qadalib qoldim. Murdalar atrofimni o'rab olishdi. Tamom bo'ldim deb o'yladim. Yuzimni qo'llarim bilan berkitib, bundan ham battarrog'ini kuta boshladim. Murdalar yonginamda turishardi, lekin hujum qilishmadi. Balki allaqachon meni bo'laklarga ajratib tashlashgandir. O'zim buni sezmayotgandirman. Yo'q, men hali tirik edim. Hamma yoq jimjit bo'lib qoldi. Ba'zi murdalar yerda yotishar, boshqalar qimirlamay turishardi. Ulardan ajralib chiqqan suyuqlikka botdim shekilli, shuning uchun meni o'zlaridan biri deb qabul qilishgandir. Suyuqlik juda sassiq edi, lekin u mening hayotimni saqlab qolgandi. Chiqish eshigi oldiga kelganimda itlarning ovozi eshitilmadi. Suv solingan idishlarim joyida turardi. Ularni olib sekin ko'chaga chiqdim. Itlar meni kelgan yo'limda kutib turishganidan xavfsirab, boshpanamga boshqa yo'ldan borishga qaror qildim. Qorong'u tushgandi. Boshpanamga yetib borishga ulgurmasdim. Shuning uchun tunash uchun joy topishim kerak edi. Yaqinimda bir bino turardi. Uning eshigini itardim, lekin ochilmadi. Derazadan ichkariga kirdim. U yerda eshikka nima tiralib turganini ko'rdim. Bu qotib qolgan ayol jasadi edi. Gavdasi eshikka qadalib qolgandi. Yonida kolyaska turardi. Murdalardan qochib shu yerda jon saqlamoqchi bo'lishgan ko'rinadi. Bu yerda o'z ajallarini topishgan. Nimalarni boshlaridan kechirganlarini tasavvur qilish qiyin. Xonani ko'zdan kechirib, qolgan eshiklarni va derazalarni berkitib uxlash uchun joy topib yotdim. Bugun boshimdan kechirganlarimni ko'z oldimdan o'tkazdim. Nima uchun ular bir-birlarini ustiga qalashib uxlashyapti? Qishlashyaptimi? Unda nima uchun hayvonlar ko'chada chopib yurishibdi? Hayotimni saqlab qolgan men botgan suyuqlik nima edi? Keyin go'dagini himoya qilmoqchi bo'lgan bu ayol haqida o'yladim. Shu payt qandaydir ovoz eshitildi. Bu xonada mendan tashqari yana kimdir bor edi. Kolyaska qimirladi. Agar menga 6 oydan so'ng shaharda yolg'iz o'zing qolasan, kolyaskadagi zombi chaqaloq bilan bir xonada tunaysan deyishsa, qotib kulgan bo'lardim. Lekin bu real voqelik edi. Hammasi haqiqatdan ham yuz berayotgandi.